Salam ekran aldidagi qadrli ko'rurman do'stlar, to'rdoshlar. Ko'rib atqaninglar Şinjan Tamzat madaniyat tarqitish cheklik shirkati bilan Şinjan Ko'klam madaniyat tarqitish cheklik shirkati birlashib ishlagan kunda yangi tam programmasi men riyosatchi do'stlar Gulgina Tursun. Xo'sh, programmamizning tajidorligini bo'lsa, sog'lomligimiz uchun sunilgan Al-Nuri 5 dan xoli yeshil organik mahsulotlar bilan tonilgan Şinjan Al-Nuri yezigilik fan texnika taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Onundan başqa programmamizni iste'molimizga yangi tur bo'lib singib kirgan, qulaylik, har xil tamdagi ochiq chuchuqlar bilan iste'molchilarimizning yoqtirishiga erishgan Şinjan Lazixan yemeklik fan texnika cheklik shirkati alohida qo'llagan. Shuning bilan birga yana programmamizni bo'lsa, turmushimiz qulayliklarni ib kelgan mulozim subsi alohida talab qilgan. Programmamiz bilan izchil hamkorlashib kelayotgan o'rin bo'lsa, mushu Muyassar xonim nomidagi rangpezlari bilan iste'molchilarimizning yoqtirishiga erishgan Şinjan Muyassar yemek-ichmak tarbiyalash markazi. Mushu munosabatda bu o'rinlarga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Xo'sh, qadrli ko'rurman do'stlar, biz har bir son programmamizda yangicha bo'lgan, o'zgacha bo'lgan taomlarni huzuringizga sunib kelyapmiz. Xo'sh, undaqda bu son programmamizda qaysi alohida taklif qilingan oshpaz ustam bizga qaysi xil taom tayyorlashni o'rgatadi? Qadrli ko'rurman do'stlar, mana bu son programmamizga biz alohida taklif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Shokirjon ustam qarshi olamiz. Yaxshimisizlar, ekran oldidagi barcha ko'rurman do'stlar, turdoshlar, oshpaz do'stlar, Shokirjon ustamdan sizlarga o'tib salom. Bugun qaysi xil tomoqni yetishni o'rganamiz? Qaysi xil tomoqni yeb keldingiz? Nurg'on do'stlarimiz mushu aralash pomifenni yaxshi ko'rar ekan. Bugun men yangicha usulda shu oilada qulaylik, shu o'zirimi, shu xurishlarni oson tanishib qo'yiladigan holatda ko'rmanlarga olib keldim. Ketadigan materiallar: to'xum mergushi, undan keyin zanjivil, samsak, so'ng piyoz, undan keyin chingsay. Mana bu asosiy material, qo'shimcha materiallar. Undan keyin go'rish un chipi, yana mifin. Mavu nyangoniki ichkavak kumshin nyangon qizilmoch mavu ishtiqan do'banjang namda do'banjang mavu temanjang bularning hammasi asosiyatni ochiq ishlindo mavu bu deymiz ochiqmay shu qiyamlarniki bir kishi bilan biz bugun oilada o'qishib tayyorlandik. Oldindan biz shu nyangon mifinni qaynoq suvdan bir o'tkazib olaylik. Birinchi qadamda nyangon pishiramiz. Ichki vaqt nyangon boshqa, bu tez pishadi. Mana bu tayyor bo'ldi. Birini qaynatib olsak bo'ldi bu mushatda hozir buni sovuq qaynoq suvga bir 10 minut chilab qo'ysak, bu tayyor bo'ldi. Undan keyin ikkinchi qadamda biz mifinni pishirib olamiz. Bir oqsham fırında sovuq suv chilab qo'ysangiz, intan o'lchamlik, elastiklik sun ketmaydi. Mana bu tayyor bo'ldi, ha. Bu birini qaynagandan keyin qaynoq suv to'liq qo'yamiz. 15 minut turdi. Ani keyin qo'rimiz. Mana. Mana yumshab bo'lguncha biz qolgan hamma materialni tayyor qilib turaylik. Buni biz ushoq to'g'rimaymiz, juma. Bir yerga kirsingizlarmi? Yo'g'on chiqadi. Ikkinchi bosqichda biz so'ng piyoz, zanjivil bilan to'g'rab olamiz, ha. Bunda qilsak, o'ylaqa bu texnik o'lchamli chiqadi bu. Chechilib ketmay, qechib ketmay. Mana qarang, o'sh shoxlari. Süper holatda uzunchoq to'g'raymiz. Bu da odatda pilko'z deb qo'ydi o'ylaqa. Işte to'g'raymiz. Buni 3 bulan shaklda to'g'raymiz. Lekin uzun qalamcha holatda to'g'ramdiq debdimi? Ammo bir bekchilar chiqchi bu. Endi biz bu to'g'ri go'shtni ta'minlab olamiz endi. Xumniki azroq ekadancha berayotimiz. Tuz. Azroq tuz. Azroq tetqo. Azroq ahmoch. Jang, undan keyindan o'sha azroq jonyo qo'yamiz. Az qo'yamiz lekin nima qilsak buniki bu to'g'ri go'shtga mana mezlik ta'm kirish bilan birga yumshoq chiqarish maqsad qilingan. Azroq kraxmal qo'yamiz. Ammo kraxmal qo'yish maqsad nima desak, buni texim yumron qildi bu-chi. Bundan keyin bu ichiga solgan azroq xurishlar bor. Ashlam ta'min tutib turdi. Bundan keyin bu kraxmalning yana buni mayo solgandan keyin bu may icholmaydi. Buning ustiga biz cho'qim süzgerek may qo'yamiz. Masalan, tushayotgan bu may qo'yishning maqsad bo'lsa, bu bir-birisiniki juplashib olmasligi uchun. Undaqda buningga
Bizningki shu programmamizning xos tajdorligini ustiga olgan Al-Nuri shirkati bozorga solgan yeshil organik zarang zamin ishlasak bo'lamdi? Zarang zamin. Ha, bo'ldi. Chunki men bugun shu to'g'ishib tayyor qo'ydim. Ha, suyu quydiganga to'g'ishib. Chunki bu suv bilan qo'rsangiz, u boshqa bir ta'm. Sho'r bilan qo'rsangiz, o'zini bir xil yegandan keyin bir xil shirin, ochiq ta'm paydo bo'ladi. Yeb baqaylik buni. Endi bosqichda Shakirjon usta qoraymiz shunday. Ha. Al-Nurniki zarang zamini. Zarang zamini. Mana shuni qoraymiz, ha. Programmamizning shu xos tajdorligini Al-Nuri shirkati o'z ustiga olgan. Mana shundan biz mana bayam tamlandirib olgan. To'qol go'shtni solamiz. Qara. Tüysmay qara mana. Ko'rindi? Mana. To'g'ri go'shtni bak ilaqa bak pishirmaymiz-ku. Normal pis bo'ldi, to'g'ri go'sht degan oson pishadi-ku. Son piyaz. Son piyazda. Hamma chiqaramiz buniki. Zanjibil. Azra, samsak. Salamiz, ha. Chana qizilmocha. Mana. Azra, do'banjan azra samsak emas. Az. Hamda biz ama shu qizilmay, achchiq qizilmaydan-chi, azra ishlatamiz. Mana. Mana temenjan. Bunun nima roli bor? Buniki shu chomifon qo'rgan vaqtimizda bu chomifinniki nihoyatda mezlik, shirinlik qilgan bir rol bor ekan. Endi oilda ba'zi bir xurishlarni tep olamaymiz. Bu xil xurishlar yo'q aslida, ishlatmasakmi bo'ldi o'chimi? Suning o'rniga sho'rib ishlatgan istar teg'imi mezlik chiqmoqchi bor. Bugun shuni men odatda endi bu xil tamdikini yeb boqmagan. Mana bu cho'pdan solamiz, ha? Mana. Men soldim. Qaravatman, lekin bu etish usuli ishkaylarning qat'iy o'xshamayotibdi hozirgacha. Qara, oxirda biz oxir chinsay solamiz. Vo'dan boshtilsa qo'rg'on. Yo'q. Chinsayniki jigan vaqtda g'uch ovoz chiqadi-ku. Shunda ovoz chiqsa yaxshi. Buni 2 minut, 1-2 minutda pishirib bo'ladi. Azroq tuz solamiz. Buni keyindan azroq to'xtamcha solamiz, ha? Chiqamas. Buni keyindan tetqin azroq solamiz. Az. Bu tayyor qoldi. Buni ham azroq quyuqlantiramiz-ku. Bu diafan masu. Mana. Bizning bu qo'rimiz bu tayyor bo'ldi. Endi asaq bo'ldi. Juda o'sa, ya. Mana rangiga. To'g'rimi? Wow. Yemayman degan odamning uni yegisini keltirib bir tomoq qildi bugungi. Shakirjon ustam mana shunda bizning yigimizni keltirib nayt o'xshagan bir qo'rmamiz tayyor bo'ldi. Ya'ni bu mifin bilan yanganiga aralashmasi ya. Bugun mana naq shu xonim qizlarningki ko'ngildagidek qo'rmani tayyor qildik. Purqidan bo'lsin, chiroyidan, rangidan bo'lsin, buningki nayt o'xshaganligini his qildim-da endi o'zim. Lekin buningki bir maxfiy reseptlaringizni qatdingiz, bayatning ko'masida bir nimlamda silib yaqdingiz. Meningcha mushnonki maxfiy resept mushmiki deyman. Qarasam shu o'zingizning rasm turdi. Shakirjon ustamninki yetakchiligi asos tayyorlangan mush guruch cho'pi qiyomi ekan-ku. Mushni ishlatdikmi bugun yo boshqa ishlatdikmi? Bugun biz mush oilalarda o'zi sirtlardan situal bo'lgan. Qo'llar bilan xurishlar bilan bu guruch chopini tayyorladik. Buni ishlatdik. Buni ishlatdik. Bu maxsus shu xos do'konlarga, masalan, Chomifon Qo'rimxon zanjirsiman do'konlarga, maxsus oshxonalarga atab tayyorlangan masalan. Oila xurishlar rasmiy maxsus oshxona xurchi o'yish xil. Ishkaylarning qo'rish usulimiz qat'iy o'xshamaydi-ku, shundaqmi? Men birini qo'rmoqchiman shundan. Bo'ldi. Endi qanday qorayman degan chog'da sizning mushu guruch cho'p qiyomingizni ishlatib turib qorayman. Qanday? Qachon bo'la qo'yasiz deydi-a? Bugun akagingiz ta'mi buningki bo'la shundami? Bo'las. Endi buningga bevos sunul qo'yamiz shundaqmi? Endi buningga boya siz to'g'rab tayyor qilgan. Azroq zanjibil bilan azroq samsaqni soldik. Mana ko'rinmalar, chanigan qizilmuch. Mana buningga yo moy quyimidik, ko'rinmalar. Suning to'piga boya to'g'rab tayyor qilib olgan sinjang, samsaq, so'ng piyoz narsalarni soldik. Endi qaynagandan keyin Shaxtar markasidagi guruch cho'pi qiyomi, ya'ni Shakirjon ustamninki yetakchiligi tayyorlangan. Mushuni hamma
Mava hamda bevos suvga soldik. Sizningki tayyorlagan rizqingizni ishlatdik. Hamda buning ta'mi bilan buning ta'mi qanday bo'ldi? Hamda shu tam tetig'uchi ustamlar bir tetib bo'lgandan keyin baho bersa, hamda mana bayatdan tayyorlangan azroq nengo bilan mifinimiz. Uydimi shundoq tamoqlarni etib yeyman. Hamda bek shundoq chomifularni uyda qilib yemagan vaqtimda shu mulozim supisidan buyurib yeyman. Esil tamdagi chomifun nengolarni buyurtmoqchi bo'lsanglar, mulozim supisidan buyuringlar. Hamda buni ta'min etaylik. Men odatda tuzliqchiroq. Mana quyuq suyuqni tashlaymiz. Quyuq suyuqni deyam shundaqo. Sinfin. Shanfanda. Mening bek yaxshi o'xshab ketganda ekan, mana ko'rurmanlar. Sizning xurchingizni sabab o'xshayotgan bir tong akasam bo'g'dakchimi Shakirjon? Ha, Shakirjon shu qozonni siz usib qo'ygan bo'lsangiz qozon sal ig'ir ekan. Buniki rangi yoki bo'lmasa quyuq suyuqligi bo'lsin, haqiqatan o'lchamlik qildim. O'lchamlik qiliblar. Shirinlik chiqibdi. Shaxtamninki tayyor xurchi bilan qo'mishda yaxshi tayyor qilib oldik. Endi bo'lmagan sharoitda boyatinqidek maxfiy reseptlarimiz bo'lmagan sharoitda qanday qilamiz ham usta? Men pat mulozimdan buyurtman. Mulozimdan buyuramiz shundan. Endi mulozimni buyuramiz. Ba'zi vaqtlarda telefonimizning toki yo'q bo'lib qoldi, to'g'ri yo'q bo'lib qoldi. Mulozimdimi buyuramay qolamiz. Masalan, safarlarga chiqqan vaqtlarimizda. U joyda qanday qilamiz? Bu bir masala bo'ldi, lekin buningmi amali bor. Men sizga bir natija qilay. Ma'qul. Ya, mana bizningki mushundaq esil qo'rmalarimizga o'xshash ta'mda chiqargan Xinjiang Lazixan yemeklik fan texnika cheklik shirkati bozorga sag'an Lazixan guruch cho'pi qo'rmisi. Endi boya deganimizdek, buni mushunda xurishlarning bosh sharoitda oiladan yaxshi tayyor qilib yeyalaymiz shundaqo. Lekin biz safarlarga chiqib qolamiz, hayotlarga chiqib qolamiz, dala tomoqlarni yeganga do'stlar bilan chiqib qolamiz yoz kunlar. Lekin bu tomoq vahshiy qulayga qarang. Shunchalik qulaylik ochimizga, og'zini ochimizla buningga shu ichidagi hamma narsasi pishiq holatda suv quyibla iste'mol qilsak tamoman bo'ladi ekan. Shu tomoqni hamda ikki xil usulda qo'rilgan shu xil tomoqqa baho berishga, bir ta'mini yeb tetib yiqishga biz davlat ro'yxatga oldirilgan nopusliq oshpazlar peshvosi, uningdan boshqa mamlakatlik oshpazlar rehbari ham 2021-yillik oltin oshpaz mukofotining sohibi bo'lgan Shuhrat Xoliq ustamni taklif qilsa qandoq? Bo'ldi, albatta bo'ldi. Qani, Shuhrat Xoliq ustam. Xo'shundaqda bir tetib baqqandan keyin ikkisiga bir baho bergan bo'lsangiz, oldi bilan menikini tetib baqqan bo'lsangiz. Ol, menga tetib baqsin. Ya, ani qizlardan kelsa menikini tetib baqsin oldi bilan. O'zinglar. Birinchi qitim qarshi tarafnikini, ikkinchi qitim o'zinglarnikini bir tetib ko'ring. Tetib baqqandoq. Meniki bekerak ochib. Ikkilaringlarniki bir samimiy bir qarshi tarafga baho berishinglarni umid qilaman. Yaxshi bo'laka. Hamda o'zing qo'rg'anda tetib baq. Endi mening his qilishimcha, meniki bekerak ochiq bo'pti. Undan keyin faqatla bir may tam yo'q. Undan keyin tam tetig'uchi xurishlarni ishlatmadim faqatla. Birdan-bir ishlatganim shu tayyorlangan guruch cho'pi qiyomi. Shakirjon ustam boyatdan to'xo go'sht sho'rpisi ishlatdi. Men quruq suv ishlatdim. Bu jihatdan sal tovliq, sal yiqishliq tilg'i bo'pti Shakirjon ustamning. Mening his qilganim. Mana siz boyatdan his qilgan, Shakir qo'rgan guruch uni aralashma cho'pi qo'rmisni siz bağlab kelib bir gapni qildingiz. Mushu siz hozir qilayotgan mush so'zni bizning g'ayb 10 necha yil, hatto 20 yil oshpazlik bilan mashg'ul bo'lib kelayotgan, uzluksiz mush kasbni qilayotgan g'ayb oshpaz ustalarimizning og'zidan chiqarmaydi. Har qanday bir qo'rimlarda eng asos bo'ladigan bir tarkib nima bo'lganda muhim tarkib shu qo'rimiga bevosita suvoq suv ishlatmay hayvonot sho'rplari, sungak sho'rplarini ishlatgan vaqtida eningdan keyin bu qo'rimada bir hayotiy kuch bo'ladi. Bu qo'rimlarning o'zininki tamtalviga tushliq bir tam shakllandi. Shuning bilan odamga beradigan, tamsizga beradigan buning estetik ta'mimi intayin yaxshi bo'ldi. Buni boyatdan mushuni siz tetib chiqaldingiz. Tetib chiqaldingiz, sizga rahmat. Rahmat. Endi mening qarmoqqa Shakirjon ustam, qarmoqqa rangim shundoq chiroyli, lekin yegan vaqtda yanala men endi garchi o'zim qilsam, shu kasbiy ustam Shakirjon ustam qo'rganni yoqtirdim.
Андақта әмді ұста сіз бір еп баға беріп баққан болсаңыз. Еп бақайма. İkidesinin alayetliği intayin yaxşı. Әмді мен Gülgeyna sizге білген ijobiy baho bergim kelib o'tadi. Rahmat. Chunki mushu o'choqning tok o'choqning oldida ilgari tok o'choqlarni ishlatib boqmagan asosda Shokirning azroqlam yetaklishi bilan tayyor dori-darmoklar ishlasangizmi va boshqa narsalarni ishlasangizmi dori-darmoklarni qo'rib chiqdingiz. Buning tamjadin ochiqligimi shundoq kepti. Bo'libmi bozorga tushgidek hatta uylarda qilib yesa xonim qizlarninki ochiq qo'ygan ya'ni tetim sezimidiki tashnaligini qondirgudek bir ochiq o'tdi. Bu jihatdan intayin yaxshi. Xush ketdi, rahmat. Ko'rish uni cho'pninki o'tni qabul qilishi, uning tishga berilgan elastikligimi bir qadar o'ziniki qo'rim jihatidagi talbiga asos jihatni yetibdi. Shuning uchun berilgan bayimmi ijobiy baho intayin yaxshi bo'pti. Shokirning qo'rig'inida bundaq bir necha alaylik bor. Buningda dastlab yegan vaqtida ochiqlik bor deganda, anangdan kavovichining ta'mi bor. Tilni qoriydigan. Xuy bir o'zir ta'mi nima bor degan vaqtda temmenjang, ya'ni qo'rilgan un butqisininki tatliq, shuningki alaydi bir yengil ta'mi eng oqida shakllanib turdi. Mana bu qo'rish jihatidagi o't kuchining intayin bir joyiga kelgan ahvoli. Ilmiy oziqlikning usti Shokir. Kraxmallar intayin ko'p bo'lgan tomoqlarga sirtidan berilgan kraxmalni ozroq bergan yaxshi. Ammo buningda bergan to'xoy sho'rpang intayin yaxshi bo'lgan yeri. Rahmat. Guruch uni aralashma cho'pininki odamga berilgan quvvat bo'lsa, talni kuchaytirib, oshqozonni yaxshilash, qon quvvatini oshirish, ko'rish quvvatini, anglash quvvatini ilgari surish. Bu yani diabet kesili var. Kişilerinki kamarak istimal qilishni tavsiya qilamiz. Xo'sh, qadrli ko'rurman do'stlar, mana nayti ko'ngillik bo'lgan, mazmunlik bo'lgan, ahamiyatlik bo'lgan bir qitimliq bo'lsam programmamizmi oxirlash oldi turyotdi. Albatta, endi bugun aytgan tamoqimiz nayti qarmoq oddiy, hammamiz yoqtirib yeydigan bir taom. Shundaqdimi biz xonim qizlarningki biz aytgan usulda sinab yiqishi uchun shundaqla shundaq oziqlik bilimlarini bilib olishimiz uchun bo'lsam programmamizga alayda mush qo'rimini akaldik. Sizlarning oilada sinab yiqishinglarni tavsiya qilamiz. Qadrli ko'rurman do'stlar, shu Şinjan Tamzat Madaniyat tarqitish cheklik shirkati bilan Şinjan Ko'klam Madaniyat tarqitish cheklik shirkati birlashib ishlagan. Şinjan Al-Nuri yezigilik fan texnika taraqqiyot cheklik shirkati xos tajribalarni ustiga olgan kunda yangidan programmamizning bu soniga o'rlashtirilgan mazmunlar mushayada oxirlashdi. Kelarki son programmamizda yana qanday yangiliklar sizlarni saqlayotganda, kelarki son programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.